Do'stlar, Ramazon oyining birinchi kunigacha bomba chegirmalar oshxona stol-stullarimizga hozir bittama-bitta ko'rsatib chiqaman. Ushbu stol-stullarimizni bitta ko'rib ko'rasizlar. Dizaynini juda ham chiroyli va juda ham neobычный qilib ishlaganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli dizaynga ega. 6 ta stuli, bitta stoli komplekt narxini 2.800.000 so'm qilib yuborganmiz. Ko'rishlaring mumkin, oyoqlari temirdan, 100% temir. Undan tashqari tagida karkaslari ham to'qilgan bo'lardi. Baquvvatligiga bemalol 100 kiloli odam ustiga chiqib sakrasa ham hech narsa bo'lmaydi. Shunaqa sifatli mebellarimizni 2.800.000 so'mdan qilib beramiz. Bularni ko'rishlaring mumkin. Bular ham polni mягкий holatda qilingan. Ishlar bitta ko'rib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli dizaynga ega. Mana ko'rishlaring mumkin. Bularimizni atigi 3 million so'mdan qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Bularda har xil rasvetkalari bor. Mana qoralari bor. Xohlovchilar uchun oq va jozibadorroq dizaynimiz bor. Ko'rishlaring mumkin. Bularimizni 3.300.000 so'mdan qilib beramiz. Mana bularda ham har xil rasvetkalari bor. Qora oqlari aralashtirilganlari bor. Xohlasanglar seri ranglari bor. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli. 3.300.000 so'mdan bularimiz. Xo'p, endi bu tomondagilarga o'tadigan bo'lsak, bu tomondagilarni ham ko'rishlaring mumkin. Har xil rasvetkalarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, bularimiz 3 million so'mdan. İşte bitta ko'rib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Telegramdan yozsanglar, kataloglarni tashlab beramiz. Har xil rasvetkalari va har xil dizaynlari, narxlari bilan ko'rsatilgan. Taylari o'ta baquvvat, 100% garantiyali mebel. Narxiga keladigan bo'lsak, bularimiz 3 million so'mdan. Kimgadir qanaqasi yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Joyga qarab kelishgan holatda dastavkalarimiz pulli bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Mana joyimizda xaridorlar mavjud. Xudo xolasa, faqatgina mana shu narsa ish faoliyatini boshladi. Xaridorlarimiz yarmi chiqib ketdi.